Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga bosh og'rig'i, bo'yin og'rig'i, bel og'rig'i, grija, protuziya diskov, osteoxondroz kasalliklaridan aziyat chekib yurgan insonlar uchun ertalab uyqudan turgandan birinchi bo'lib qo'yadigan zarur narsalarni ko'rsatib o'taman. Bu ishlarni siz har ertalab qilib yursangiz, inshaalloh kun davomida o'zingizni yaxshi his qilasiz. Ertalab ko'zni ochgandan darrov turib ketmasdan oyoqlarimizni uchini birma-bir orqa oldinga cho'zamiz. 20 marotaba takrorlaymiz. Keyingi qiladigan ishimiz tizzalarimizni birma-bir 20 marotaba bo'kamiz. Keyingi qiladigan ishimiz oyoqlarimizni vertikal holatda 20 marotaba ko'tarib tushiramiz. Keyingi qiladigan ishimiz tizzalarimizni buklagan holatda o'ngga va chapga cho'zamiz. Keyingi qiladigan ishimiz oyog'imizni tizza ustiga qo'yib o'ngga va chapga cho'zamiz. Har bir ko'rsatilgan mashqlarni 20 marotabadan takrorlaymiz. Ertalabki uyg'onish davrini mushuk pozasida 20 soniya turib yakunlaymiz.